Xo'sh, bugun sizlar bilan o'sha mutantlar jangi videosini olishni boshlaymiz. Ko'rib turganinglardek, kaminaning chap tomonida 10 ta qor mutanti va 20 ta qor mutanti va 10 ta mana bu Cook nomi nima edi, qisqasi esimdan chiqib qoldi. Va chap tomonimda esa 3 ta sigirli Wizard va 7 ta Warden mutant. Xo'p, bu jang oldindan qaqshatqich bo'lishini aytib qo'yishim kerak. Juda ham xavfli bo'ladi, azizlar. Onasini ham sen jangda asosiy qismini yozmabman. Yozish esimdan chiqib qopti. Mayli, hech narsa qilmaydi. Jangni qolgan joydan davom ettirsam ham bo'laveradi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, Wardenlarning asosiy qismini va Wizardni ikkitasini allaqachon qor mutanti bilan ana u Cook'a nomi esimdan chiqib qoldi. Qisqasi o'sha yo'q qilib tashladi. Lekin o'zlari ham deyarli yengilishdi. Mana ko'rib turibsizlar, atiga bir dona qor mutanti qoldi. Hozir u bechora ham o'lib ketadi. Mana hozir o'ladi. Qani, opa, ana o'ldi. Sizlarga qiziqarli jang hadya eta olmaganligim uchun men bu ahmoq Wardenlarga qarshi boshqa narsani qo'llashga qaror qildim, ya'ni Sniffer va Golem juftligini. Xo'p. Pastga tushamiz. Mana bu yerdan Sniffer, qani Sniffer? Xo'p, mana Sniffer va yana ham pastroqda Golem. Xo'p, qani Snifferlar 1 2 nima? Jinusning kichkinasini olib qo'yman, mayli. O'lib ketsin. Golemlarni o'zini chiqaramiz. Bir nechta golem chiqaramiz. Hop. Ana tayyor. Qani endi vaqtni davom ettiramiz. To'xtagan joydan qani ketdi. Ana endi jangni sharhlashni davom ettiraman. Ko'rib turganinglardek, bizda yaxshigina ko'p golemlar. Mana bu Sigir Wizard nimaga badketlik qilib qolgan? Yo, atelab chetdan turib o'q qilyaptimi? Yo, atelab chetdan turib o'q qilyapti ekan. Xo'p. Jangni davom ettiradigan bo'lsak, bu golemlar nazarimda Wardenlarni qisib qo'yishdi. Nazarimda golemlar jangda yutadiganga o'xshab turishibdi, chunki ular joni juda ham ko'p. Wardenlar esa jangda allaqachon charchab qolishgan bo'lsa kerak. Xo'sh, azizlar, ko'rib turibmiz, nimagadir golemlar ko'zimga ozayib qolgandek tuyulyapti. Nimagadir shunaqa tuyulyapti. Qani mana buni kuzataylikchi. Qani ularning zarbalari meni ham survaryapti. Hatto Creative Region'da ham menga ta'sir qilyapti. Onangni ham go'rlar, yaramaslar. Xo'p, menimcha golemlarimiz yutqazadi, chunki Wizard bobo ham ishga tushibdi. Sigir Wizard. Xo'p, keyingi qismda menimcha men 20 ta olovli tovuqqa qarshi 20 ta muzli tovuqni jangini uyushtirsam kerak. Birinchi qism nimagadir sal yaxshi chiqmadi, lekin mayli. Birinchi qism bo'lganligi uchun nima deydi? Bugun o'zi birinchi qismni olayotganimda video registratordan X Recorder ilova, ya'ni o'yinni zaps qiladigan ilova ishlamay qoldi kutilmaganda. Shuning uchun birinchi qism mana shunaqa sal xiraroq chiqdi boshqa ilovada olganligim uchun. Mayli, ko'rishguncha.